Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Usta Jasur va akalar Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Tunucafon ishimizni chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Ko'rib turgan o'stirma kozirogilarni, tarnovlarini, mokriy orqalarini polni oqqa 3D fasonda qilib chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Tarnovlarini 41lik katta tarnovimizdan qo'yib berganmiz. Sabab katta qo'yganimizning sababi ertadan keyin sel kelishi bor, yomg'irda katta o'tishi bor. O'sha holatlarda akalar bu tarnovimiz choklaridan yoki oldi yoki orqa qismlaridan suv o'tib ketib qolmaydi. Ko'rib turgan kozirogimizni oldi qismlariga to'rtburchak dela qo'yib berganmiz, orqalarini, navolarini 3 qavat qilib chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Endi akalar darvozaxona qismiga to'xtalib o'tamiz. Ko'rib turgan darvozaxona qismimizda chekkalarini polni dela fasonda bitkizilgan va o'rtalariga chiroyli qilib patnislarini terib berganmiz. Akamizga bonus sifatida chiroqlarni ham hamma narsasini o'zimiz chiroyli qilib o'rnatib berdik akalar. Tunucafon narxlariga to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda 2026-yilda Tunucafon narxlari 115 ming so'mdan 150 ming so'mgacha chiroyli qilib bitkizib berilyapti. Hamma narsasi o'zimizdan bo'lgan holatda. Lesa, Samares, Reyka, Tunucafon va usta xizmati buni ichiga kiradi akalar. Agarda ishlarimiz sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar.